Ko'pchilik so'rayapti, nimaga kelding Turkiyaga deb. Mana sabab. Men yana anaqa o'ylamaylik. Просто Argentinaga olib borishga vizam chiqmay qoldi. Assalomu alaykum xudoyim bandalari. Ko'zlaringiz qamashib ketgan bo'lsa, bu quyoshdan emas, mendan bo'lishi mumkin. Kayfiyatim yaxshi, chunki bugun quyosh charaqlab turibdi, havo zo'r, mo'tadil. Lekin bugun Istanbuldagi oxirgi kunim. Shu vaqtgacha Istanbuldaman, bir ikkita tijorat masalalari bo'yicha. Endi bu yoqqa men faqat sayr sayohatdan tashqari biznes uchun ham tashrif buyurganman. Xudo xolasa foydali bo'lyapti hammasi. Alloh qo'llab tursin. Shu vaqtidan keyin esa Ankaraga uchib ketaman va Ankarada bir necha kun bo'laman. Istanbul haqida nima deyman? Istanbul tarix va zamon birlashgan nuqta. Go'zal maskan. Bu yerda 24 soat harakat bor. Bu yerda odamlar bir-biriga yaxshi muomala qiladi. Tirband ko'chalari bo'lsa ham, o yo'l, degan narsalar yo'q. Hamma joyda do'konlar, butiklar va ovqatlanish shoxobchalari. Hamma joyda shirin go'shtlar, ovqatlariga gap so'z yo'q. Turistlar ko'p. Ham qimmat, ham arzon. Lekin bu yerda shahvat ko'p. Ochiq-sochiq kiyinadigan ayollar, yosh qizdan tortib kattalarigacha sal ozgina fahsh ko'proq. Ochiq aytaman, bu meni shu to'r kunda ko'rib kuzatgan natijalari. Lekin erkak ayol barobar sigaret chekadi. Har qadamda juda ko'p tamaki mahsulotlari. Lekin esda qoladigan sehrli yurt. Ayniqsa menga jomilari, masjidlari, tarixiy joylari juda ham yoqdi. Niyat qildim yana qaytaman, lekin bu safar ota-onam bilan, oilam bilan qaytaman. Xudo xolasa. Endi bundan buyog'i hozir shunday dogovorli biznes ishlarimni bitirib keyin Istanbuldan Ankaraga uchaman. Kuzatib boring, xudo xolasa Ankarada ham yaxshi kontentlar qilishga harakat qilaman. To'g'ri, ba'zi bir vloglarim 3-4-5 daqiqa bo'lyapti, qisqa bo'lib qolyapti. Sababi boya aytib o'tganimdek, faqat sayr sayohat emas, menda boshqa bir tijoratli ishlarim ham bor. Endi turk qardoshlarimiz bilan o'tirib dogovor olib borayotgan momentimni men unaqa ko'p videoga ola olmadim. Lekin esda qolarli bo'ldi. Bardavom bo'lsin va yana yozib qoldirasiz. Keyingi safar qaysi davlatga boriy aylangan. Albatta sizni gapingizni yerda qoldirmayman. Kim qaysi ko'p davlatda atmetga qilsa, shu yoqqa обязательно boraman. Ana baba. Uyga haydang, orada qaymoq non, keyin karzinga kirib chiqdik. Keyin plastikdan pulga jo'shib. Turkiya Istanbul aeroporti va men Mesne aeroportida Ankaraga uchaman. Ankarada yana biroz kun bo'lib, keyin O'zbekiston. Balkim nasib qilib qolsa Yevropaga o'tib ketishim mumkin, lekin bu 50 ga 50 bo'lib turibdi. Agar o'xshab qolsa ketaveraman to'g'risi. Yana bir marta aytaman, mana bunaqa sayr sayohatlarim hech qanaqangi homiylarim yo'q. Hammasiga o'zim. Agarda kimdir YouTube'imga, Instagram'imga homiy, hamkor bo'laman desa, men birga ishlashga xursand bo'lardim. Barchaga yaxshi kayfiyat. Demak, videoni davomi Ankarada bo'ladi. Safar oldi, qorin to'qlash uchun aeroport ichida McDonald's. Siz bizning O'zbekistonimizda ofitsial McDonald's franshizasi yo'q. KFC'niki bor, McDonald'sniki yo'q. Lekin ishoning, menga juda yoqdi mana. Har kuni ujunga McDonald's yeyman, kunduz kuni bir boshqacha ovqatlaydim. Endi yeb ichganlarimni ko'p ko'rsatganim yo'q, lekin yaxshi yeb ichib yurdim. Biz ko'zinglar tegmasin deyman-da, yana kindalanib, qilib yurmay. Sog' bo'linglar. Xudoyim bandalari hammalarga yoqimli ishtaha.
Так. Ankara. Men keldim.